Büyük dava Kemtük Sapa Bilgin Uyghur Tadqiqat Instituti Ziyanlarının ağırlığı, tarixinin uzunluğu bilen dava sepimizde izchil mevcut bo'lib kelgan bir ajallik maraz bor. Bu maraz hali ham giribdor bo'lg'uvchilar tarafidan rasmiy tonilgani, samimiy e'tirof qilingani yo'q. Bu maraz tufaylidan dava sepi endi turaqlashib parchalanmoqda. Rasmiy bir ittifoqlashgan qo'shin holatida bir nishonga qarab to'xtovsiz ilgirlashdan mahrum qolmoqda. Hatta bu marazning unumi dushmanning davo sepidagilarni parchalash xizmatining o'rnini olmoqda. U bo'lsa-mu davoni nafsiga bo'ysundirish kasalidir. Aniqroq qilib aytganda, bu kasal davo odamlarining o'zaro ixtiloflarini davoni markaz qilib turib aqliy ravishda hal qilmasdan shaxsiy adovatga aylantirib, ondan bu shaxsiy adovati bilan davoga ziyon selishni ko'rsatadi. Mening bu yerda tilga elayotgan davo odamlari Uyg'urlar ichidagi millatning g'imini ustiga elib o'xshamagan saplarda, o'xshamagan xizmatlarni qilayotgan diniy o'limalar, ziyolilar va har qaysi tashkilotlarning rahbarlarini ko'rsatdi. Mening buni tema qilishimning tuvandagidek ikki sababi bor. Birinchidan, mayli o'tmishimiz yoki bugunimizga qarayli, davo sepidagilarning o'zaro ittifoqsizligi, o'z ichidagi ixtiloflarni yaxshi bartaraf qilolmasligi davoni oqsitayotgan, dushmanni kuldirib bizni yig'iltayotgan eng chong marazlarning biridir. Texmo echinishlig'i bu koni marazning bugungidek hayot mamat kunlarimizda saqiyishga yuzlanish u yoqda tursin, texmo yomonlab ketayotganligi yurakdan qon, ko'zdan yosh oqizayotadi. Davo ahlining orasidagi ixtiloflarning shaxsiy adovatga aylanib qolishi, texmo buninglik bilan qolmay, yana jamiyatga yeyilishi bir tarafdan muajiratga Uyg'urlarni intayin umidlantirsa, yana bir tarafdan davo ahlining diqqatlarining bosh nishondan chetnab, bir-biri bilan yoq siqishini keltirib chiqaryotdi. Texmo kulkilik yeri bir-birining chavasini chitqi yeyishini, davo sepini tozlaganlik, xalqqa haqiqatni ko'rsatib qo'yganlik, ishki dushmanni yo'q qilganlik, navbatdagi eng muhim xizmat deyishib, o'zlarining bu cho'pay qiliqlarini umoqlashtirib, bilib bilmay xalqni aldayotdi. O'tgan bir qancha oyda ba'zi tashkilotlarning to'rlarda tarqalib ketgan ba'zi sapchiliklari buning misolidir. Shunlashqa buningga konkret misol keltirib yurmayman. Davo odamlaridagi bundaq chechilang'uliqlarning jamiyatlashishi xalqning shu yetakchi davo odamlaridan emas, eng chatig'i davoning o'zidan umidlanishni keltirib chiqaradi. Hech kim umidsiz davoning keyindan mangmaydi. Ba'zi jidallar shunchalik cho'paylashdiki, odamga kichik vaqtimizda odishimizdan ayrilib ketganda, o'tganda bergan qalbimni ba, tamaki chekkaningni onangga deb qo'yman degandek kulkili kartinalarni eslatib qo'yotdi. Avomning ittifoqligi tegitakdan aytganda yetakchi qatlam, ya'ni davo odamlarining xizmati bilan yoritiladi. Davo odamlari qancha inoq bo'lsa, o'xshamagan sohalardagi ixtiloflarni qayirib qo'yib, o'zaro hamkorlashsa, ondan xalqning ittifoqligi maydoniga keladi. Chunki xalqning ittifoqligi agishish asosida shakllanadi. Aksicha bir-bir bilan qancha jidal majra qilsa, yana kelib hozirgidek to'g'ri yuzda ochiq-oshkor hazozul xotunlardek chashlasa, xalq kimga agishib, qaysi yo'lda, qaysi manzilda ittifoqlashishni bilmay gangiraydi. Ya'ni davo ahlining ittifoqligi avomning ittifoqligiga o'xshamaydi. Avomning orasidagi jidallar faqat shu ikki tarafni ziyonga uchratsa, davo ahlining jidallari shu ikki tarafni emas, balki millatni, davoni ziyonga uchirtadi. Ularning jidallarining ziyni o'zlaridan olib ketadi. Bu mayli ular xolisin, xolimisin, shundoq bo'ladi. Ikkinchidan, bu masalani hal qilish qurbimizning ichidagi ishlardan hisoblanadi. Atayin mundaq deyishimning sababi shuki, davoda biz ta'sir ko'rsatmaydigan sohalar va ta'sir ko'rsatadigan sohalar mavjud. Masalan, bizning mustamlika bo'lib qolganligimizdek realligimiz, Xitoyning zulmining qabihlashishi, xalqaro jamiyatning sukuti degandek masalalar biz har qancha g'azabdan tishlarimiz g'uchurlab ketsimi, obyektiv mavjud bo'lib bo'lgan damonliqqa ta'sir ko'rsatmaydigan sohalardir. Ammo davo ahlining uzluksiz o'zini mukammallashtirishi, tashkilot xizmatlarining unumini o'stirishi, ishki nizolarni azaytib, ittifoqlikni kuchaytirish deganga o'xshash ishlar bo'lsa, o'zimiz haqiqiy tirishsak, samimiy bo'lsaqlar zo'r darajada hal qila oladigan masalalar hisoblanadi.
islohot, o'zgartish doim avval qurbimiz yetadigan sohalardan boshlanadi va mushu tariqada qurbimiz yetadigan sohalar borgan-sari kengaytirilib, aslida qurbimiz yetmaydigan sohalargacha mudohala qilinadi. Navoda kuchimiz, energiyamiz doim biz ko'ngil bo'ladigan, ammo ta'sir ko'rsatmaydigan sohalarga markazlashib qolsa, natijalar aniqsiz, mavhum bo'lib qoladi. Biz haqiqiy ta'sir ko'rsatadigan, o'zgartiradigan sohalar diqqatning sirtida qoladi. Shuning bilan qarmoqqa to'xtamay tirishayotgan, ammo hech bir usul ololmayotgan vaziyat kelib chiqadi. Ta'sir ko'rsatmaydigan sohalar haqida yetarlik o'zurlarimiz bilan o'zimizga tasalli bera olsakmi, ta'sir ko'rsatadigan imkon doirasidagi ishlarni qamlashtirib qolmasak, o'zimizga, millatga shu imkoniyatni bergan Allohga yuz kelmaymiz. Barliq o'ngsizliklarimizni tashqi dushmanlarning mudoqalasiga ortib tushuntirish masaladan qochishdan boshqa ish emas. Obrazligaroq aytganda, dushman chelayotgan dopni tortib olmasakmi, uningga usul o'ynamaslikni o'zimiz qaror qila olamiz. Dushmanlarning fitna uruqi chechishni to'sayolmasakmi, ichimizda chechilgan fitna uruqlari ko'klayolmaydigan tuproq barpo qila olamiz. Hammani fitna uruqiga ortib qo'yish, o'zimizda shu uruqlar ko'klaydigan munbat tuproq borligidan iborat paketni ko'rishdan to'sib qo'ydi. Qisqasi, da'vo odamlari tirishsalar saqlanishi mumkin bo'lgan, shundaqla yuz berib qolgan taqdirdami ziyonni tuvanchakka tushirish imkoniyatimiz bo'lgan, bu nizolarning da'voga keltirayotgan ziyni mo'lcharligisiz eg'ir bo'lg'ashqa, shuning bilan birga bu xil nizolarni muayyan chekda kontrol qilish va hal qilish mumkinchiligimiz bo'lg'ashqa, da'vo odamlarda izchil ko'rilayotgan bu masalaga diqqatni qo'zg'ashning ma'lum ijobiy roli bo'lib qolishini umid qilib, bu yozmaga qalam tutdim. Samimiy bir da'vo odami uchun aytganda, da'vo u odamning hayotining markaziy nuqtasi bo'ladi. Boshqa barliq ishlari shu da'voni markaz qilib cho'ridaydi. Shu da'vo uchun xizmat qiladi. Da'voning boshqa taraflarining qimmatini markaziy da'voga xizmat qila oladigan, hayotning boshqa taraflarining qimmati markaziy da'voga xizmat qilgan qimmaganligi bilan o'lchinadi. Hayotdagi ishlarga da'vo nuqtasidan qaraydi. Da'vo tarozisida o'lchaydi. Da'vo yo'liga o'zi xolab kirgan bo'lg'ashqa, yetgan arziyat, qopliqlarni qabul qilishga ideyasida allaburun tayyorlik bo'ladi. Yetgan jafo mushaqqatlar, bisim, kelishmasliklarning hech biri tasaddubiy tuyulib, uningga uzoqqacha pesqiq bisim shakllantirilmaydi. Navoda ma'lum darajadagi tushkunliklarga tushib qolsa-mu, da'vosiga bo'lgan muhabbatining kuchi bilan tushkunlik patqiqidan yana qonqib chiqa oladi. Bo'libmi da'vo xizmati jarayonidagi ko'ngilsizliklar, arziyatlar, mayli bular do'stidan kelsin yoki dushmandan kelsin, ularni yo'lidan iziqtira oladi, yondira oladi. Ular uchun o'z nafsiga emas, balki da'voga foydali bo'lgan narsalar qimmatlik, da'voga ziyonliq yoki kerigi bo'lmagan narsalar ziyonliq hisoblanadi. Ya'ni da'vo bilan bir tan, bir jon bo'lib ketgan bo'ladi. Do'st bo'lsa-mu, dushman bo'lsa-mu da'vo prinsipi asosida bo'ladi. Hazrati Ali Rasulullohning axloqini sifatlab mundaq deydi: "Men uning Alloh taolo harom qilgan ishlarning birasining hurmati daxil tarzga uchirmasala, o'zi uchirgan shaxsiy zulm uchun boshqalardan o'ch og'inni ko'rib boqmadim." Texmi konkret qilib aytsak, da'vo odamlari boshqalar bilan adovatlashsa, boshqalar uning o'zining dushmani emas, balki da'vosining dushmani bo'lganligidan bo'ladi, yoki mushundoq bo'lishi kerak bo'ladi. Hayotida da'vo markaz bir da'vo odami boshqa da'vo odamlari bilan hamkorlashib ixtilof ko'rilganda, uni shaxsiylashtirilishning da'voga elib keladigan ziynni oldin ko'ra oladi. Shuning bilan garchi qarshi tarafdan bevosita yoki vositalik azor yesimi, uning intayin keng qo'saqlik bilan sig'dirib, hamkorlikni buzmaslikqa, davomlashtirishga tirishadi. Chunki uning nazarida muhim bo'lgani o'zining azor yeyishi emas, balki da'voning zarbiga uchrishidir. Uningdagi da'vo hammadan ustun degan ong o'zi uchirgan shaxsiy arziyatlarning dardini yengiltishda yetarli bo'ladi. Qarshi tarafga keng qo'saqlik bilan o'lcham qo'yib muomala qila oladi. Ya'ni qarshi taraf aniq xoin bo'lmasa, uningdagi ba'zi axloqiy nuqsonlar da'voga aniq ziyon yetganmasa, garchi o'zini kaynidan tillab olsa-mu, har xil azor bersa-mu, uni dushmanim deb qaramaydi, uning hamma yerda g'ayvatini qilib sestib yurmaydi. O'zi yoqtirmagan birovda da'voga kerak ma'lum qobiliyat, iqtidor bo'lsa, boshqa kamtuk nuqsonlarga sabr bilan muomala qilishni biladi. Da'vo yo'liga qarshi tarafning kamchiliklariga keng qursoq muomala qilib, xizmatni, natijani asos qiladi.
Ba'zi bir shaxsiy o'chmanliklardan saqlanish mumkin bo'lmagan chaqlardimi, uni sirtqa yaymaydi. Mumkin qadar yang ichida bir taraf qilib, da'voga ziyon yetkazib qo'ymaslikka tirishadi. Yuqorida bayon qilganlarim amaliyotda ko'ngildagidek da'vo odamlarining portreti. Holbuki bizdagi reallikchi bizning da'vo odamlarimizda o'zaro qarash o'xshamaganligi uchun, bir-birini nimishqidir yoqtirmaganligi uchun yoki ishlarni o'zi o'ylagandek usulda qilmaganligi uchun, hatto mijozni yoqtirmaganligi uchun bir-biri bilan sig'ishamaslik, inoq o'tmaslik, bir-biriga dimoq qiqishlar hamma odam biladigan bir paketga aylanib ketdi. Billa hamkorlashmaslikni qo'yib turayli, bir-biriga zarba berish, g'ayvat qilish, tuhmat chaplash, qarish tarafni pokizsizlar xoinga chiqarib qarlashlar muhojiratga Uyg'urlarni hayron qoldirmas bo'ldi. Vatandagi qarindoshlarimiz bu qiliqlarimizdan xabar topsa qanchalik azoblanadiganligini, umidsizlanadiganligini tasavvur qilish qiyin. Vatanda ma'lum bir fatvo, ma'lum bir oyat, hadis haqidagi tushunchalar o'xshamaganligi uchun biri bor so'ringa berishmaydigan, hatto ma'lum so'ringa chaqirilganda falonlar bo'lsa bormayman deydigan, talibi boshqa ustozlarda o'qisa u talibni qo'g'lib yetadigan ahli ulamolarimiz nurg'un edi. Chet ellarda bo'lsa o'xshamagan davlatlarda o'qishmo hamkorlashmaslikning muhim sabablaridan biri ekan. Tashkilotlardagi ichki ziddiyatlarning oshkorlanib saqlanishishi bo'lsa, odamni yoqib ishlashga majbur qiladi. Ba'zi ziddiyatlardan bilinib turudiki, da'voga xizmat qilishdan bakrak, da'voga kimlarning xizmat qilayotganligini jamoatga bildirish muhim ekan. Ya'ni da'vodan bakrak shaxs muhim o'ringa chiqib qoladi ekan. Bu kartinani bek inchga, rangli sizishni xohlamayman. Chet elda oz to'la to'g'ri qaraydigan odamlarga bo'layotgan ishlar ayon turibdi. Bu xil ahvolda da'voga kerakli iqtidorli, qobiliyatli odamlar o'rniga qo'yilmaydi. Chunki biz qobiliyatga emas, o'zimizga yiqish yoqmaslikka qarg'ashqa, qobiliyatli, ish unumi yuqori, biroq ba'zi mijoz kamchiliklari bor kishilarni sig'dira olmaymiz. Ularning ba'zi bir insonchi kamchiliklari mubolag'a qilinib, muomala qilinib qoladi. Ammo bilish kerakki, ba'zida xizmatga fazilatdan bagarak iqtidor muhim. Rasululloh davrida mundaq bir voqea bo'lgan edi. Rasululloh Mu'ta g'azotida Rumliklarga qarshi 3000 kishilik musulmon armiyasi avatdi. Ularga Ja'far ibn Abu Talib, Zayd ibn Haris va Abdullah ibn Ravoha qo'mondan bo'ladi. Jangda bu 3 qo'mondan orqa-orqadan shahid bo'ladi. Eng oxirida Abdullah ibn Ravoha shahid bo'ladi. Uningdan keyin bayroqni Ansorlardan Sabit ibn Akram oladi. Sabit ibn Akram bayroqni muvaffaqiyatli qo'g'dab, uni Xolid ibn Validga topshirib berdi. Buningga u yerdagi sahobalarning hech qaysi e'tiroz bildirmasdan Xolidning qo'mondonligini qabul qiladi. Xolidning qo'mondonligida amon-eson chekinib, islom armiyasining butun halok bo'lib ketishidan saqlanib qoladi. Qaytgandan keyin Rasululloh mo Xolidning qig'inini taqdirlaydi. Bu voqeada diqqatimizdan saqit bo'lib qoladigan intayin muhim mundaq bir nuqta bor. Xolid ibn Valid bu g'azotga qatnashganda musulmon bo'lg'ini endi 3 oy bo'lgan edi. Rasulullohning qishida faqat bir qancha kunlar turgan edi. Xolid ibn Valid musulmon bo'lishdan burun Makka mushriklar qo'shinining bosh qo'mondoni edi. Uhud g'azotida musulmonlarning mag'lub bo'lishiga sabab bo'lgan, uningdan boshqa musulmonlarga zo'r aziyatlarni yetkazgan biri edi. Albuki shu jangda musulmon bo'lish tarixi Xoliddan necha 10 yil burun Badr, Uhud g'azotlarga qatnashgan, islomga g'oyat zo'r tuhfalarni qo'shgan nurg'un peshqadam sahobalar bor edi. Nima uchun ana shu peshqadam sahobalardan birari qo'mondon bo'lmay, musulmon bo'g'ili endi 3 oy bo'lgan, o'zlariga yillarcha zo'r talofatlar keltirgan Xolid ibn Valid qo'mondon bo'ldi? Sahobalar nimishqa buni osonlik qabul qildi? Chunki sahobalarning hammasi Xolid ibn Validning urushga mohirligiga, qo'mondonlik iqtidoriga qoyil edi. Garchi boshqa taraflarda Xoliddan ish tushadigan sahobalar naq maydonda mavjud bo'lsa-mu, ammo ko'z oldidagi urush vaziyatida eng loyiq qo'mondonning Xolid ekanligida ham fikr bo'lgan. O'zlarida qo'mondonlik iqtidorining Xolidga yetilmaydiganligini e'tirof qilgan va birdek Xolidning qo'mondonligini qabul qilgan edi. Qaramoqqa bu bizga bakla oddiy, o'ng'ay ishdek bilinsa-mu, amaliyotda undoq oson ish emas. O'zimizga tatbiqlab baqsaqla bilalaymiz. Bu yerdagi sahobalardagi yuksak safa ro'shan namoyon bo'ladi. Ular o'zlaridagi ojizlikni e'tirof qilgan, inson uchun eng qiyin ishlarning biri o'zlarining tarixini, peshqadamligini pesh qilmagan, Xolidni texi amdi sepimizga qo'shilgan yangi keldi deb qaramagan, bizga jiq ziyon solgan deb adovat tutmagan, balki sahobalarning orasida
Uhudda Xolidning qo'shini tarafidan shahid qilinganlarning tuqqanlari bo'lishi mumkin. Qisqasi, o'ringa eng loyiq kishini tanlay olgan. Mohiyatda bu ularning haqiqiy da'vo odami ekanligini ko'rsatib berdi. Ya'ni sahobalar o'zlaridagi bu buyuk da'vo ingi bilan ba'zi shaxsiy his tuyg'ularni yengan. Ikkinchi bir voqea Rasululloh vafot bo'lishdan burun tartiblangan Tabuk g'azotida ko'riladi. Rasululloh bu g'azotga o'zining ozod gardisi Zayd ibn Sabitning o'g'li Osama ibn Zaydni qo'mondon qiladi. Halbuki Osama u vaqtida endi 17 yoshga kirgan yigit edi. Qo'shinda Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattoblarga o'xshash Rasulullohga eng yaqin, eng mo'tabar sahobalar bor edi. Ya'ni Osama ana shu katta sahobalarning qo'mondoni edi. Gerçi bu safar Rasulullahning vafoti sababidan kechikkan bo'lsa-mu, sahobalardagi buyruqqa itoat qilish ruhining naqadar yuksakligini ko'ra olamiz. Bu yerda shuni eskartish kerakki, sahobalar hargizmi Rasululloh Allohning elchisi bo'lganligi uchunla o'rinlashtirishiga o'z fikrlarini bayon qilolmaydigan darajadagi ish emas. Rasululloh hayvatidan hamma titrab turadigan mustabbid podsholarga o'xshamaydi. Aksicha hamma odam, hatto ayollarmi Rasulullohga xolisa o'z so'zlarini ozoda qila oladi. Shundaq bir misol bera olamiz. Uhud g'azotida aslida Rasululloh Madinadan chiqmay mudofaa urush qilishni o'ylagan edi. Ammo oldingi qitim Badr g'azotiga chiqolmay qolgan yosh ansor sahobalarning shahar sirtida maydon urush qilamiz deb ching turib olishi bilan shahar sirtidagi Uhud tog'i tuyiga qarorgoh qurgan edi. Ya'ni Rasululloh mayli yosh bo'lsin, peshqadam bo'lsin, sahobalarning fikrlariga quloq soladi. Demak, Osamaning qo'mondonligiga hech kimning fikri chiqmagan va buni Rasulullohning harbiy buyruqi sifatida qabul qilgan edi. Biz mundaq tasavvur qilib baqsaq bo'ladi. Navoda biz ishlagani 10 yil bo'lgan bir shirkatda, kagili endi 1 yil bo'lgan biri bizga boshliq tayin etilsa, qabul qila olamizmi? Yuqorqilarni o'zimizga tatbiqlab baqqanimizda ko'p narsalarni his qila olamiz. Yahudilarning davlat qurishi tarixida ularning ma'naviy doyisi Herzlning yetakchiligida Dunyo Zionistlari qurultayi qurildi. Qurultay tunji yig'inni 1897-yili 8-oyning 29-kuni Shveysariyaning Basel shahrida chaqirdi. Yig'inga 11 davlatdan kelgan 204 nafar zionist qatnashdi. Bu qurultay 1913-yilgacha Yevropadagi o'xshamagan shaharlarda jami 11 qitim chaqirildi. Har qitimliq yig'inda Yahudilar Yahudi davlati qurishga aloqador nurg'unlagan masalalarni talash-tortish qilishdi. Yahudilar davlatini qayerda qurish, qanday strategiya yo'lda mengish, qaysi davlatlarning yordamini qo'lga keltirish degandek masalalarni muzokara qilib, qaror ma'qullaydi. Muzokara davomida Yahudilar munosabatli masalalardagi qarash tashabbuslarining o'xshamasligi bilan bir qancha guruhga bo'linib ketdi. Talash-tortish davomida hatto bir-biri bilan tillashib ketdi. Ammo kelar yillik yig'inga oldingi qitimqi yig'inda bir-biri bilan tillashib ketgan Yahudilar yana qatnashdi. Agar biz ularning o'rnida bo'lsak-chi deganni tasavvur qilib boqayli, tillashib qolsaqmi cho'qim qarshi taraf bu yig'inga qatnashmaymiz. Fikrlarimiz o'xshamay qolsa-mu berishimiz notayin. Bu hargiz kichik masala emas. Ularni bir yerga akagan narsa Yahudilarning davlatini qurishdan iborat oliy manfaat. Ular mana shu oliy manfaat uchun o'zining bir-biridan yegan ro'yi zarba orazlarini bir chetga qo'yib qo'yib, yana bir ustalni cho'rdab, o'rtaq manfaat uchun birlikda bosh qotirishgan. Bir necha yil burungi Amerikaning prezident saylovini eslasak, mundaq bir ish esimizga kelishi mumkin. Barack Obama Amerika prezidentligiga saylanishdan burun avval Demokratlar partiyasi ichida Hillary Clinton bilan prezidentlik nomzodi talashdi. Keyin Obama utib chiqdi va keyingi saylovda utib Amerikaning prezidenti bo'ldi. Obama prezident bo'lgandan keyin davlat ishlari bosh kotifligi vazifasiga Hillary Clintonni taklif qildi. Hillary mi taklifni rad qilmay bosh kotiblik vazifasini ustiga oldi. Bu mana mushunchalik oddiy bir voqea. Ammo bu voqeaning ichida meningcha bir o'ylanib ko'rishga tegishli ba'zi nuqtalar bor. Amerika prezident sayloviga diqqat qiladiganlarga ayonki, nomzodlar saylovdan necha oy burun bir-biri bilan taratqularda uzoq so'zilgan munozara boshlaydi. Munozaralar intayin keskin bo'ladi. Bu jarayonda har ikki taraf qarshi tarafning ko'nglini avaylashni qarib qo'yib, o'tkir, hajivi, ochiq tillarni ishlatadi. Bir-birisining ko'ngilda qog'idek, g'ururga tekkidek so'zlarni qilishdan saqlanmaydi. Obama bilan Hillary Demokratlar partiyasining prezidentligini mushundoq talashadi.
Ammo Obama keyin Hillaryni xizmatga taklif qilib, "Birga ishlayli" deganda, Hillary sen o'tganda ko'nglimga keladigan mundaq gaplarni qilganting demasdan, yana Obamaning davlat ishlari kotiblik xizmatini qabul qiladi. Bu yerda men yana agar ularning o'rnida biz bo'lgan bo'lsak-chi, deb so'rashga majbur bo'laman. Mana bu yerda o ikkisining koni jidallarini qayirib qo'yib, bir yerga kelishiga sabab bo'lgan narsa mohiyatda Amerika manfaati, vatan manfaati. Ya'ni vatan manfaati uchun kishilik his-tuyg'ularini boshqara olgan. Mening butun yozmamda eng kuchli ta'kidlamoqchi bo'lgan nuqtami dal da'vo odamlarining da'voga bo'lgan muhabbati bilan o'zining hissiyotini boshqarishni o'rganib olishning ta'xirsizligi masalasidir. Shuni bilishimiz kerakki, ixtilof faqat dushmanlar bilan bo'lmaydi. O'zaro hamkorlashadigan kishilar orasidami bo'ladi. İnsanlar birga mavjud bo'lib turadi ekan, o'zaro surkilish, ixtilofning bo'lishi muqarrardir. Eng oz ikki odam mavjud bir o'rtamdami ixtilof bo'ladi. Hatto ba'zida yakki bir insonmi nurg'un chog'larda butunlay bir-biriga zid o'y-xiyol, his-tuyg'ulardan xoli bo'lolmaydi. Ayol orasida, qarindoshlar orasida, ota-ona farzand orasida, do'stlar orasida har doim ixtilof mavjud bo'lib turadi. Bu yerda muhim bo'lgani muqarrar mavjud ixtilofni qandoq yo'q qilish emas, balki muqarrar ixtiloflarga qandoq yuzlanish va qandoq hal qilishni bilib olish masalasidir. Yana bir jihatdan aytganda, kishilar orasidagi hamkorlik, mayli iqtisodiy hamkorlik yoki siyosiy hamkorlik bo'lsin, taraflarning hammasining bir-biri bilan o'xshash bo'lishini talab qilmaydi. Balki hamkorlik farqli kishilar bilan ondan texmi unumlik, usullik bo'ladi. Chunki o'xshash bir vazifani ustimizga olsaqmi, bu vazifaning o'xshamagan bo'laklari, o'xshamagan iqtidorga ega odamlarga taqsim qilinadi. Shuning bilan bir butun vazifa ko'ngildagidek ado qilinadi. Hamkorlikni faqat o'xshash ideyadagi odamlar orasida ishga oshadi deb o'ylab olish bizning hamkorlik tushunchamizdagi cho'ng bir xatolikdir. Amaliyotda hamkorlik nishoni bir bo'lgan, ammo o'xshamagan mijoz xarakter, o'xshamagan tafakkur usuli, o'xshamagan qobiliyatga ega odamlarning o'rtaq bir yerga kelishidan ondan unum hosil qiladi. Bir millatning da'vosimi dal mushundaqdir. Da'vo xizmati o'xshamagan iqtidorga ega odamlarning hamkorligini talab qiladi. Navoda da'vo odamlari birsining mijozini yoqtirmaganligi, birsining yurtdosh emasligi, birsining kichik bir odatini sig'dira olmaganligi va yoki birining g'aybatini qilganligini anglab qolganligi degandek sabablar bilan bir-biriga g'um saqlashib da'voga ta'sir yetkazsa, bu mu da'voga qilingan bir osiylik, xiyonat hisoblanadi. Chunki agar bir da'vo odami haqiqatan da'vo manfaatini birinchi o'ringa qo'ya olsa, hargizmi bundoq ushoq ishlar bilan qo'shilib bo'lib, hissiyot ochiqning kayniga kirib da'voga ta'sir yetkazmaydi. Da'vo demak badal demakdir, qurbon berish demakdir. Bu nuqul moddiy badallarni emas, g'ayvat qilinish, tuhmatga uchrash, haqoratlanish deganga o'xshash ma'naviy dalillarni o'z ichiga oladi. Bir odamning haqiqiy ma'noda pishib yetilmaganligi, ma'lum tarafdan mana shunday fisqik zarbalarga bardoshlik berib, aqliylikini, sovuqqonligini yo'qotib qo'ymaslik ifodalanadi. Aql kishilar muqarrar narsalardan qandoq qechishni yoki qandoq yo'qotishni o'ylamasdan, qandoq moslashishni va qandoq foydalanishni o'ylaydi. Bir millatning da'vosi jahondagi eng mushaqqatlik, ulug' ishlarning biridir. Ko'taradigan yuk qancha og'ir bo'lsa, shunchalik kuch talab qiladi. Hal qiladigan masala qanchalik qiyin bo'lsa, shunchalik cho'nqur aql, ilm talab qiladi. Holbuki, bu aqlli savod reallikda harakat sifatida amaliylashmaydigan yoki bizning realligimizda amaliylashmayotgan oddiy haqiqatlarning biridir. Bu oddiy haqiqatni tafsilroq yechib chiqsak, mundaq yakunlar kelib chiqadi. Siz ustingizga olmoqchi bo'lgan yuk qancha og'ir bo'lgan sari, sizdan talab qiladigan kuchmi shuncha zo'r bo'ladi. Siz hal qilmoqchi bo'lgan masala qancha qiyin bo'lgan sari, bu masala sizdan shuncha cho'nqur farosat, atrofliq bilim, yana sog'lom psixik safa talab qiladi. Navoda sizda bu yukni ko'tara oladigan kuch, shu qiyin masalani hal qila oladigan ilm bo'lmasa, bu yukni ustingizga ololmaysiz. Kuchingiz va bilimingiz yetmay turibmi, ustingizga elib olgan bo'lsangiz, siz o'zingizni qiynab qolmasdan, muhimi vazifaning ado qilinishini kechiktirib, ziyon yoki mag'lubiyatga sabab bo'lasiz. Bu sizning mazkur vazifaga bo'lgan muhabbat, ishtiyoqingiz bilan munosabatsiz. Ya'ni siz bu vazifani ado qilishga hissiyat nuqtasidan o'zingizni to'liq atagan taqdirdami,
masalalar talab qilingan iste'dodning kamligi sababidan mag'lubiyatdan saqlanolmaysiz. Bu xuddi kichik bolaning mashina haydashga amroqligining, hodisning oldini olishda ishga yaramagandek bir aqlli savoddir. Bundaq ahvolda bola mashina haydashni o'rganib bo'g'icha haydamasligi kerak. Siz bo'lsangiz shu masala talab qilgan kuchni hozirlashingiz, shu bilimni egallashingiz kerak. Demakki, shu masalani hal qila oladigan iqtidorni to'liq hozirlamay turib, uni hal qilishga urinish, hal qilish u yoqda tursin, masalani texmi murakkablashtirib o'tadi. Chopig'ini olaman deb ko'zini qorg'u qilib qo'yadi. Demak, da'vomi shuningga o'xshash. Da'vo odamlardan odatdagi odamlarda tepilmaydigan aql ilmdan boshqa g'oyat kuchlik, sog'lom bir psixik sapo talab qiladi. Shundala da'vodan iborat bu ulug' xizmatni ustiga ilishga loyiq bo'la oladi. Kishilik munosabatlarda bo'libmi urug' tuqqanchilik, do'stlik munosabatlaridan bakrak xizmat munosabatida o'zaro muomalamizni noqul bir-birimizni yoqtirish-yoqtirmaslik ustiga qo'ymasdan, balki qarshi tarafning iqtidorining da'voga zarur yoki emasligi ustiga qurishimiz bakrak oqilanlikdir. Qarshi tarafning kishilik fazilatidan bakrak qobiliyat, iqtidorini, xizmat unumini nazarga ilishimiz da'voga foydalidir. Uning fazilatsizligining, illatining ziyni o'ziga, iqtidori bo'lsa millat manfaati uchundir. Rasulullohga sahobalar Xolid ibn Validning ba'zi qo'polligi va urushdagi xato qilmishlaridan shikoyat qilib kelganda, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Xolidni jazolashni, vazifasidan qoldirishni talab qiladi. Biroq Rasululloh Xolidning qilmishi men bilan aloqasizdir deb Xolidni ayblasimi, vazifasidan qoldirmaydi. Bu xil ahvol Hazrati Abu Bakrning xalifalik davrida takrorlanganda, Hazrati Umar ya'ni Xolidni vazifasidan qoldirishni talab qilib chang turib oladi. Oxiri Hazrati Abu Bakr Umar ibn Xattobga: "Hey Umar, endi bo'ldi. Men Rasululloh Alloh uchun sug'urgan qilishni qiyniga sep qo'yolmayman" deb uni rad qiladi. Ko'rinib turibdiki, bu yerda boshdan oxir Xolidga muomala qilishda Xolidning fazilatini asos qilmasdan, balki uning harbiy iqtidori asos qilingandir. Hammamiz insonning mukammal emasligini bilsakmi, reallikda boshqalar bilan bo'lgan aloqada doim bilib bilmay qarshi tarafga intayin mukammal talab qo'yib olamiz. Talabimizdagidek, kutgunimizdek chiqmaganida darhol uning qalbidagi obraziga to'p chachimiz, xunuklashtiramiz. Valanki o'zimizga hargizmi boshqalarga qo'ygandek yuqori talab qo'ymaymiz. O'zimizning kamchilik, xatoliklarni ming bir o'zri bahonalar bilan chiroylixlashtirib, o'zimizni papilaymiz. Ammo qarshi tarafga kelganda qilni qirq yoradigan bir qoziga aylanib olamiz. O'zimizning kamchiligiga ko'zimizda qarasak, boshqalarning kamchiligini mikroskopdan natijasi yo'g'antib ko'zitamiz. Shuning bilan ular biz ko'ptirib tushunib olgan shu illatlar bilan bizga yoqmaganligi uchun ular qanchalik iqtidorliq, unumdor bo'lib ketishdan qat'iy nazar bizning hamkorlash obyektimiz bo'lolmaydi. Shuning bilan da'vo odamlarimiz da'vodagi hamkorlashadigan hamrohlarini iqtidorini asos qilib tanlamasdan, tonishligi, yaqinligi, hatto yurtdoshligini asos qilib tanlaydi. Bu da'vo uchun ig'ir mas'uliyatsizlikdan boshqa narsa emas. Xulos qilganda, bu yozmani tövandagi bir qancha nuqtaga yig'inchoqlash mumkin. Birinchi, da'vo odamlar orasidagi ixtiloflarni shaxsiy adovatga aylantirib olish da'voga ziyon selayotgan ig'ir xatoliklarning biridir. Ikkinchi, buningdan saqlanish butunlay qurbimiz ichidagi ishlardandir. Uchinchi, o'zaro ixtilofni shaxsiy adovatga aylantirmaslikning yo'li da'voga haqiqiy samimiy bo'lish, hamma ishda da'voni bosh o'ringa qo'yishdir. To'rtinchi, ixtiloflar muqarrardir. Ixtiloflar jidallashish uchun emas, balki da'voda bir-birimizni to'liqlash, mukammallashtirish uchun mavjuddir. 5. Hamkorlikning asosiy nishonida birdaklik, xizmat va iqtidorda har xillikdir. 6. Inson mukammal emasdir. Illatsiz, nuqsonsiz inson yo'qdir. Boshqalarga ziyoda mukammal talab qo'yish, hamkorlik va ittifoqlikqa ziyonliqdir.